Hurmatli aziz opa-singillarim, ustozlarim, avvalambor hammalaringga yana bir bor assalomu alaykum deyman. Hurmat qilib, mana shu darsda bugun hammalaring vaqt ajratib qatnashib turganliklaring uchun avvalambor kattakon rahmat. Birinchi o'rinda Oygul opa sizga, ustozlarimga, sponsorlarimga alohida minnatdorchilik bildiraman. Bugungi darsda ishonch bilan menga topshirganliklaring uchun, menga motivatsiya bo'lib, shunaqangi mas'uliyatli darsda topshirganliklaring uchun kattakon rahmat deyman. Bilaman, mendan-da bilimli, mendan-da tajribali sponsorlarimiz, bu Oriflame direktor, bundan-da yuqori zvanadagi hamkorlari bor, lekin bugungi darsda menga topshirishda juda ham xursand bo'ldim va qo'limdan kelgancha bilimlarim bilan hamkorlarimizni o'rtoqlashib o'rgatishga, xudo xolasa darsni chiroyli mazmunli o'tishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha oldindan so'rayman, kamchiliklari bo'lsa uzr. Bo'lmasam darsimizni boshlaymiz. O'zimni tanishtiraman. Ismim Dilnoza, familiyam Xoldorova, oilaliman. 3 nafar farzandni onajonisiman. O'zi asl kasbim o'qituvchi, biologiya fani o'qituvchisiman. Lekin hozirgi kunda ishonasizlarmi, Oriflame kompaniyasini haqiqiy sevgan ayol sifatida bu biznesga kirib kelganman. Hozirgi kunda faqatgina shu Oriflame kompaniyasini biznesi bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Alhamdulillah, shu biznesda haqiqiy ish sifatida sevimli ishimga aylantirganimdan buyon menda natijalar quvonarli darajada chiroyli natijalarga erishib kelmoqdaman. Bir yil mobaynida, ro'ppa-rosa bir yilda mana shu kompaniya orqali meni eng orzularim bo'lgan sayohatga erishdim. 3 marotaba bir yilda sayohatga borishga erishgan ayolman. Oddiy qishloqda turaman. Unaqangi zamonaviy, zo'r joyda emas, lekin har bitta ayolning qalbidagi orzulari bo'lgani singari, men ham bolalarcha orzu qilib, mana shu orzularimga Oriflame orqali erishib kelayotgan ayolman. Shu o'rinda hammaga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Siz bekorga Oriflame damassiz, Oriflame oilasi emassiz. Sizni ham qalbingizda xuddi meniki singari qandaydir orzular tug'yon urayotgani uchun, Allohga aytgan qaysidir bir so'zlaringiz, so'rayotgan bir tilaklaringiz borligi uchun men o'ylayman, albatta Oriflamedasiz. Ishoning, bu Oriflame bizni orzularimizni qalbimizda unutib qo'ygan hattoki orzularimizni amalga oshiradigan kompaniya. Bu juda ham qudratli kompaniya. Xudo xolasa darsimiz mobaynida imkon darajasida sizlarga o'zimda taassurotlarim, mana shu Oriflame orqali menda qanaqangi bir energiyalar, qanaqangi bir o'zgarishlar bo'lgani, shaxs sifatida, umuman ayol sifatida mana shu Oriflamedan qanday yutuqlarga erishganligimni sizlar bilan imkon darajasida bo'lishishga harakat qilaman. Demak, bugun sizlarga birinchi o'rinda darsni filosofiya seriyasiga urg'u qaratishni lozim deb topdik. Chunki bu mahsulotni avvalambor men o'zim sevaman, oilamiz, yaqinlarim, ota-onam, opa-singillarim bilan sevib va komandamiz bilan juda ham chiroyli natijalarga erishgan hamkor sifatida bu mavzu menga juda ham yoqdi. Oygul opam shu mavzuni menga taklif qilganda, ishonasizlarmi, rosa ham xursand bo'ldim. Chunki inson qay darajada o'zi iste'mol qilgandi, o'zi sinab ko'rgan mahsulotni gapirish talab etilsa, so'rash talab etilsa, u to'xtamasdan gapira oladi. Men ham xuddi shunaqangi shu mahsulot haqida to'xtamasdan gapira oladigan darajadagi sevib iste'mol qilaman va insonlarga tatbiq qilishdan, insonlarga tavsiya qilishdan erinmayman, charchamayman. Demak, boshladik. Xo'p, Oriflame kompaniyasi katalogida, bilasizlar, katalogimizda juda ham ko'p mahsulotlar bor. Biz qay maqsadda bu katalogni varaqlasak, har bir maqsadlarimiz, har bir talabimizga javob beradigan mahsulotlarimiz bor. Go'zal bo'lishni xohlaymizmi? Erishamiz. Xo'p, chiroyli, yosh ko'rinishni xohlaymizmi tashqi tomondan? Bor bu mahsulotlar, albatta uni tartibi bilan bajaradigan bo'lsak, albatta natijasini ko'rsatadi. Xo'p, endi sog'likchi, ichki go'zallikchi, bizga ichki go'zalligimizni ta'minlab bera oladigan, haqiqatdan to'g'ri eshitdingiz, ichki go'zal qilishga yordam bera oladigan mahsulotimiz ham Oriflame kompaniyasida
bor. Bu mahsulotni dastlab o'zim bilganimda, to'g'risini aytaman, ichgani qo'rqqanman. Nima ekanligini, uni tarkibi nima ekanligini bilmaganim uchun men olganman. Biz kirgan paytda 6-shagri qadam bo'lib bu mahsulot berilar edi. Lekin bu mahsulotni ichgani qo'rqib qo'yib qo'yganman. Keyin sekin-sekinlik bilan bu mahsulotning tarkibi nima ekanligini o'rganganimdan keyin bu mahsulot haqiqiy men uchun ekanligini, oilam, farzandlarim, yaqinlarim uchun ekanligini tushunib yetganman. Xo'p, Ariplem kompaniyasini Velosofi mahsuloti o'zi nima? Buni nima maqsadda iste'mol qilamiz? Men ayta olaman, agar siz yosharishni, agar siz ichki go'zallikka erishishni, agar siz tanangizdagi har qanaqangi muammolardan bartaraf bo'lishni xohlasangiz, albatta ovqat ratsioningizga mana shu mahsulotni kiritishingizni tavsiya qilaman. Bu mahsulot dori vositasi emas. Juda ko'pchilikka, masalan, qishloq joyda turaman dedim, tavsiya qilgan jarayonimda men dori iste'mol qilmayman, kompaniya dorilarini ichmayman degan menga nima desam, pretenziyalarini bildirishadi. Keyin aytaman, tushuntirishga harakat qilaman. Bu mahsulot dori vositasi emas. Sizga yanada sog'lom bo'lishingizni, sizga yanada go'zal, yosh, baquvvat bo'lishligingizni, mana shu ko'rinishingizni 80-90 yoshingizda ham saqlab bera oladigan, haqiqiy tanangizga kerak bo'ladigan ozuqani tavsiya qilyapman deb tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, endi bu mahsulot tarkibi haqida ozgina gaplashamiz. O'zi o'qituvchiman, biologiya o'qituvchisiman, aytdim. Odam tanasi bo'yicha bilimlarga egaman va shu bilan birgalikda nima iste'mol qilayotganimga ahamiyat beraman ko'proq. Xo'p, endi bu mahsulotimizni tarkibi haqida gaplashadigan bo'lsak, 4 ta mana shunaqangi kapsula ko'rinishda bitta paketchada 4 ta mahsuloti bo'ladi. Bular nimalar? Bular ikkitasi omega 3, bittasi cherniki ekstrakti astaksantin va bittasi vitaminlar va minerallar majmuidan iborat. Xo'p, bu mahsulotlar bizga nima uchun kerak? To'g'ri, ovqatlanamiz. Har kuni hamma insonni sharoiti, ovqatlanish ratsioni har xil. Kimlardir to'g'ri ovqatlanish ratsioniga to'laqonli amal qilishadi. Sog'lom ovqatlanish ratsioniga to'laqonli amal qilishadi. Kimlardir, masalan, qishloq sharoitida yashayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Va hokazo, kimlardir amal qilmasligi mumkin. To'g'rimi? Bizni ehtiyojimizdan, xohishlarimizdan kelib chiqib tanamizga kerak bo'ladigan vitaminlarni, tanamizga kerak bo'ladigan minerallarni bera olyapmizmikin? Biz iste'mol qilib turgan har bitta ovqatimiz tarkibidagi mahsulotlarimiz bizga talab darajasida tanamizga singyaptimikin? Shu haqida o'ylab, men har bitta insonga bong urgan holatda qayta va qayta mana shu mahsulotni tavsiya qilyapman. Nima uchun? Bu sizga kerak vitaminlari uchun. Vitaminlari qanday? Aynan shu mahsulotimizning tarkibida qizlar 12 xil vitamini bor va 10 xil minerallari bor. 12 xil vitamin. Vitamin deyapmiz. Vitamin nima o'zi? Vitamin biologiya fanida vita hayot so'zidan olingan bo'lib, bu bizni haqiqiy hayotiy faoliyatimiz uchun kerak bo'ladigan mahsulot hisoblanadi. Vitaminlar odatda yegan ovqatimiz tarkibida sintezlanadi. Tanamizda o'zidan o'zi hosil bo'lish xususiyatiga ega emas. Demak, biz vitaminlarni yo ovqatlanib qabul qilamiz yoki bo'lmasam qo'shimcha mana shunaqangi biodobavkalarda qabul qilamiz ekan. Demak, 12 xil vitamin biz mana shu mahsulotni iste'mol qilganimizda to'laqonli bizni tanamizga kerak bo'ladigan vitaminlar, ya'ni o'z navbatida 2 xil bo'ladi. Yog'da eriydigan vitaminlar va suvda eriydigan vitaminlar. Yog'da eriydigan vitaminlarga o'z navbatida A, D, S, Y, K vitaminlarini kiritsak, suvda eriydigan vitaminlarimizga esa B guruh vitaminlarini kiritamiz. Bular o'z navbatida har birini tanamizda judayam katta darajadagi vazifalari bor. Aytaylik, oddiy A vitamini nima uchun kerak? A vitamini, siz o'ylashingiz mumkin, hamma vitaminlar iste'mol qilib turganimda bir kosa ovqatimda, 3 mahal ovqatlanganimda tarkibida bor. Bo'lishi mumkin qizlar, to'g'ri. Lekin hozirgi kunda tashqi muhit ekologiya nosog'lom bo'lganligi uchun ekologiyamiz to'g'ri
bo'lmaganligi uchun ob-havo bilasizlar qanaqangi mahsulotlarni bizgacha yetib kelishi uchun qanaqangi kimyoviy ishlovlar ta'sirida yetishtirib pishirib berilayotganini hammamiz yaxshi bilamiz. Ularni ta'siri, ularni odam organizmiga foydalilik jihati o'z navbatida pasaygan holatda kelyapti. Demak, biz to'laqonli ovqatdan qabul qila olmayotgan vitaminlarimizni qo'shimcha biodobavkalar orqali qabul qilamiz. Mana shuni tarkibidagi 12 xil vitamin men bunga kafolat berib ayta olamanki, bizni to'laqonli sog'lom hayot faoliyatimiz uchun kafil bo'la oladi. 12 xil vitamin, ya'ni kim? Inson uchun, ayollar uchun, yosh, go'zal, sog'lom bo'lishi uchun asosan 5 ta vitamin rol o'ynar ekan. Ular A vitamini, D vitamini, K, B5, B12 vitaminlari ekan. Demak, hamma hozir aytib o'tgan vitaminlarim mana shu velosofik mahsulotlarimiz tarkibida bor. Bular o'z navbatida vitaminlarning har biri aytib o'tdim. Bizga hayotiy faoliyatimiz, ya'ni hujayralarimizdagi reaksiyalar, ya'ni tinimsiz ravishda qizlar biz bilmaymiz, har kuni tanamizda milliardlab hujayralarimiz har birida shunaqangi reaksiyalar ketadi. Ya'ni kim yegan ovqatimiz tarkibidagi oqsillar parchalanishi ham, yog'lar parchalanishi ham, uglevodlar parchalanishi ham hammasi hujayralar ichida shunaqangi murakkab bo'lgan reaksiyalar natijasida parchalanadi, sintezlanadi. Ular keyin sekin astalik bilan tanamizga tushunarli holatda nima deydi? So'riladi. Demak, biz eng kerak bo'ladigan tanamizni hayotiy faoliyati uchun kerak bo'lgan mahsulot bu vitaminmi? Demak, biz sog'lom ovqatlanishimizda uni topa olmayapmizmi? Qo'shimcha mana shu mahsulotlarni iste'mol qilishimiz talab etiladi. Xo'p, endi buni tarkibi, demak, vitaminlar 12 xil vitaminlari bor, 10 xil minerallar dedim. 10 xil minerallar bu nima? Minerallar odam tanasi, men bu ma'lumotni ko'p aytaman. Davriy jadvalimiz bor. Mendeleyev davriy jadvalida 114 ta element bo'ladigan bo'lsa, mana shu elementni 98% inson tanasida uchraydigan makro hamda mikro elementlardan tashkil topgan ekan. Demak, biz Alloh yaratgan tanamizda davriy jadvaldagi elementlarni 98% bor ekan. Demak, bizni tanamizga makro, mikro elementlar kerak. To'g'ri, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Tanamizdagi elementlarni payqashimiz qiyin, lekin ishonasizmi qizlar, u milliarddan bir bo'lakkina bo'lsa ham, ya'ni grammni milliarddan bir bo'lagicha bo'lsa ham, tanamizda shu darajada katta vazifa bajaradi. Masalan, oddiy sizlar tushunarli tilda aytadigan bo'lsam, temir yetishmasligi. Temir nima uchun kerak? Xo'p, temir kamaysa, qon kamayib ketadi deymiz. Xalq tilida temir olmada bo'ladi. Boshqa mahsulotlarni yeganimizda ko'proq iste'mol qilgan bo'lamiz, tanamizga yetarli kirgan bo'ladi. Endi buni yetishmasligi nimaga olib keladi? Birinchi o'rinda odam organizmiga temir moddasi yetishmasa, kamqonlikka olib keladi. Kamqonlik o'z navbatida immunitetni yanada tushib ketishiga. Immunitet tushib ketishi esa tanamizni xuddi ochiq darvozali uyga o'xshatib qo'yadi. Ya'ni kim har qanaqangi kasalliklarga tanamiz qarshi kurasha olmaydi. Natijada inson shu darajada zaif va kuchsiz organizmga aylanib qoladi. Demak, qarang, bittagina kichkinagina ko'zga ko'rinmas bo'lgan temirni yetishmasligi tanamizda juda ham katta muammolarni keltirib chiqaradi. Xo'p, temir o'z navbatida tanamizda, ya'ni qonni tarkibidagi eritrotsitlar tarkibida bo'lib, buni vazifasi biz nafas olganimizdagi kislorodni o'ziga biriktirib oladi va tanamizdagi barcha hujayralarimizga yetkazib berish vazifasini bajaradi. Qarang, qanaqangi katta ish bajaradi. Biz nafas olganimiz bilan, masalan, biz osongina nafas olamiz va nafas chiqaramiz, to'g'rimi? Lekin mana shu nafas olib chiqarish jarayonida juda ham katta tanamizda reaksiya bo'ladi. Bu reaksiyalar normal bo'lishi uchun, tanamiz to'laqonli kislorod bilan to'yinishi uchun bizga yetarli darajada qonimiz tarkibida kislorod to'laqonli singishi uchun qonni tarkibidagi temir yetarli bo'lishi kerak. Temir yetarli bo'lish uchun nima qilishimiz kerak? Biz birinchi o'rinda sog'lom ovqatlanishga amal qilishimiz kerak va tanamizga
Mana shunaqangi biodobavka mahsulotlarini ovqat ratsionimizga kiritsak, bizda mana shu mikroelementlar, makroelementlar bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lmaydi deb ishonch bildira olaman. To'g'ri, vrachlar singari men to'laqonli organizm to'liq sizga tavsiflab berishim qiyin, lekin to'laqonli organizmni tushuna olaman. Aytaylik, vrach ko'rigiga borsangiz, sizni qoningiz kamayib ketsa, ularni sizga beradigan retseptni tarkibida qon ko'paytiradigan asosan ko'rinadi, masalan, navaferrin, ferrokain va hokazo, ya'ni tarkibi temirdan iborat bo'lgan mahsulotlarni, ya'ni dori mahsulotlarini sizga tavsiya qiladi. Qizlar, qaranglar, mana shu dorilarni ichganimizda sizga qaysi vrach to'laqonli shu dorini ichsangiz tanangizga to'liq singib ketadi deb kafolat bera oladi? Hech qaysi. To'g'rimi? Ya'ni bizning organizmimiz qizlar shunaqangi bir kompyuter ko'rinishda tuzilganki, tanaga siz kerakli moddani bersangiz bo'ldi. Tana o'zini o'zi regeneratsiya qilib oladi. O'zini o'zi qayta tiklay oladi. Tanamiz shunaqangi aqlli tuzilgan. Biz uni tushunib eshitishimiz kerak. Bir joy og'risa, uni urib turib qoldiruvchi berishimiz yoki bo'lmasam yugurib borib doriga borib, yugurib borib kapelnitsa quydirib kelishimiz mutlaqo noto'g'ri. Buni vrachlar ham tasdiqlaydi. Siz agar tanaga go'zal munosabatda bo'lishni bilib, tanangizni eshitishni bilib, to'g'ri, sog'lom ovqatlanishga amal qilsangiz, sizda hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Hozir aytganimdek, siz agar vitaminlarni, minerallarni tanamizga bersangiz, mana shunaqangi biodobavka mahsulotlarini, to'g'ri, biz dengizdan uzoqda yashaymiz, shuni his qilgan holatda tanamga men to'laqonli ozuqa moddalarni ovqatim tarkibida bera olmayotgan bo'lishim mumkin. Mana shu mahsulotlarni men o'zimga ravo ko'raman deb ichsangiz, sizda muammolar to'g'ri 1 oyda, 2 oyda darrov bartaraf bo'lmaydi. Lekin ishonch bildiraman, sekin astalik bilan sizda qanaqangi muammo bo'lishidan qat'iy nazar hammasi bartaraf bo'ladi. Chunki bu mahsulot xuddi aqlli texnologiya singari yuqori darajada sifatli qilib ishlab chiqilgan. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, mana shu vitaminlar, minerallar, chernik ekstrakti, astaksantin hamda omega 3 mana shu to'rala mahsulot, ya'ni 3 ta mahsulotni birgalikda iste'mol qilish tanamizda qanaqangi muammomiz bo'lsa, muammolarni bartaraf qilishga yordam beradi. Undan tashqari, tanamizda yosh va yangi hujayralarni hosil bo'lishiga yordam beradi. Qizlar, biz masalan mana tashqi pardoz qilishda komandamizga o'rgatishda, klientlarimizga tavsiya qilishda aytamiz. Yuzimizda o'lik hujayralar bo'ladi. Har 3 kun, 4 kunda mana shu o'lik hujayralarni skrablar, pilinglar yordamida tozalab tashlashimiz kerak deymiz, to'g'rimi? Yuzimizda bor bo'lgan o'lik hujayra ichki organizmimizda bo'lmaydimi? Tanamizda boshqa hujayralar, boshqa organizmlari nobud bo'lmaydimi? Ularni o'rniga yangi hosil bo'lishi kerakmi? Xuddi yuzimiz eski hujayralarni to'kib, yangilanib, yosh va chiroyli bo'lganidek, tanamiz, ichki organizmlarimiz ham tinimsiz ravishda hujayralari nobud bo'ladi va o'rniga yangisi hosil bo'ladi. Yangi hosil hujayra bo'lishi uchun qarang, yangi hujayralar yangitdan bo'linib hosil bo'lishi uchun unga energiya kerak. Unga mana shunaqangi vitaminlar, mana shunaqangi minerallar kerak. Buni to'laqonli har doim ovqat ratsionimizda topa olmaymiz. Bu fakt. Ishoninglar, chet elda judayam mana shunga e'tibor berilgan, ya'ni kim ishga qabul qilish jarayonida qaysi bat mahsulotlarni iste'mol qilasiz degan so'rovnomasida savoli bo'ladi. Vaqti kelib bizda ham bo'ladi shu, O'zbekistonda ham bo'ladi shunaqa so'rovnoma. Lekin ungacha biz o'zimizni sog'lig'imizga befarq bo'lmagan holatda ovqat ratsionimizga biodobavka mahsulotlarimizni, sevimli, halol mahsulotlarimizni kiritsak, biz o'ylaymanki, o'sha davrda ham sog'lom, yosh va go'zal ko'rinishda bo'lamiz. Xo'p, endi minerallar, vitaminlar haqida gaplashdik. Ana endigi mahsulotimiz mana bu ko'rib turganingiz chernik ekstrakti, astaksantin. Bu nima degani? Bu bizni tanamizga xuddi antioksidant vazifasini bajaradi. Ya'ni tanamizni tashqi muhitdan
to'laqonli himoya qilish vazifasini bajaradi. Yana bir tushuntiradigan bo'lsam, immunitet degani. Immunitet nima? Qarang, tana immunitet degani tashqi muhit ta'sirlariga tanamizni chiroyli himoya tizimi degani. Odam organizmida immunitet 3 bosqichda amalga oshadi. Masalan, nafas yo'llarimiz bu birinchisi, ikkinchisi qon, ya'ni qonda tarkibidagi leykositlar, antitana hamda antitoksinlar, ikkinchi immunitet. Uchinchisi esa bu hujayra darajasida. Qarang, bizni tanamizdagi mana shu 3 bosqichdagi immunitetni mustahkam bo'lishi, tanamizga yod bo'lgan, begona bo'lgan mikroorganizmlarni kirishiga to'sqinlik qiladigan xususiyatimiz bu immunitetimiz. Har bitta insonda immunitet mustahkam bo'lsa, immuniteti zo'r bo'ladigan bo'lsa, har qanaqangi kasallikni yenga oladi. Bu fakt. Hattoki davosi hozirgi kungacha topilmagan SPID deb atalgan xavfli, yomon kasallikda ham ishoning, immuniteti kuchli bo'lgan insonlarda 10 yilgacha yashirin davri bo'ladi. 10 yilgacha buni aniqlash qiyin, bilmasligi mumkin. Shuning uchun imkon darajasida qizlar, biz har doim tanamizga befarq bo'lmagan holatda immunitetimizni baquvvat, zo'r qilishimiz kerak. Uning uchun birinchi o'rinda yana qaytarib o'taman, sog'lom turmush tarzi, ya'ni sport bilan shug'ullanish, sog'lom ovqatlanish va qo'shimchasiga mana shunaqangi biodobavka mahsulotlarini iste'mol qilish. Endi mana shu cherniki ekstraktasi taksantin bizni tanamizni birinchi o'rinda, demak, immunitetimizni rag'batlantirib, qo'llab-quvvatlasa, ikkinchi o'rinda tanamizni terisini, ya'ni butun tanamizdagi terilarimizni yosh, tarang, tekis bo'lishiga yordam berar ekan. Xohlaysizmi? 50 yoshingizda, 60 yoshingizda yuzlaringizga ajin tushmagan holatda tarang bo'lishligini, kaftlaringiz, qo'llaringiz silliq, chiroyli bo'lishini xohlaysizmi? Unda albatta mana shunaqangi biodobavkalarni iste'mol qiling. Xo'p, navbatdagi mahsulotimiz, navbatdagi tarkibiy qismi omega 3. Men shu o'rinda, shu katalogimizda chuqur chegirmada chiqqan mana shu omega 3 ni ham mana shu Wellness Pack bilan birgalikda aytib o'tmoqchiman. Xuddi shu mahsulot Wellness Pack tarkibida ham bor. Agar shu mahsulot, ya'ni pack ichishni siz hozir o'zingizga ozgina noqulaylik bo'layap turgandir yoki mablag'ingizda muammo bordir, komandangizda tushuntirish bo'yicha demoqchiman. Mana buni o'zini olib ichsa ham qanaqangi foydali tomonlari bor, shular haqida gaplashamiz. Xo'p, omega 3. Omega 3 deyapmiz. Oldin bunaqa narsani kam eshitganmiz. Buni hammamiz tan olishimiz kerak, qizlar. Masalan, 3 ta farzandim bor dedim. Uchala farzandimda ham tuqqunimcha homiladorlik davrimda menga hech qaysi ginekolog omega 3 tavsiya qilmagan. Hech qaysi ginekolog buni iching, sizga kerak deb aytmagan. Lekin hozirgi kunda ginekologlar har bitta borib turgan homiladorlarga, ya'ni farzand kutyap turgan homilador ayollarga retseptiga albatta omega 3 ni qo'shyapti. Nima uchun? Buni yanada o'rganib chiqqandaki, omega 3 tarkibidagi yog' kislotalar bolani ona qornida sog'lom va baquvvat bo'lib yetilishida, bolani miya faoliyatini normal bo'lishida juda ham katta rol o'ynar ekan. Aynan qaysi kislotalar? Qarang, omega 3 bu o'zi oddiy, sizga tushunarli qilib aytadigan bo'lsam, baliq moyi, baliq yog'i. Aynan shu o'rinda yana maqtab ketaman, buni gapirishim shart. Oriflame kompaniyasining Velosofi Pack mahsulotini tarkibidagi mana shu omega 3 maxsus mayda baliqlardan, stressga uchramagan mayda baliqlardan yuqori 5 bosqichli texnologiyada ajratib olinadi. Judayam darajada sifatga juda katta urg'u bergan. Hattoki mana shu omega 3imizni tarkibidagi o'rab turgan qobig'i ham baliqni o'zini jelatindan tayyorlanadi. Aptekalarda ham bor omega 3. Amerikaniki deydi, boshqaniki deydi. Lekin men
o'zimizda mana shu Velosofiya mahsulotining tarkibidagi omega 3 ni jelatinigacha halol, jelatinigacha, ya'ni tashqi tomondan o'rab turadigan qobig'igacha baliqni o'zini jelatindan tayyorlanganligini nima desam, faxr bilan ayta olaman. Hech qanaqangi cho'chqa yog'i, boshqa bir hayvonlarni suyaklarini maydalab jelatin qilib qobiq tayyorlamagan. 100% halolligi bilan ajralib turadi. 100% halolligi bilan dunyo birinchiligida turadi kerak bo'lsa. Bu tomonlama ham. Xo'p, ana endi bu omega 3 ni tarkibi o'zi asosan baliq moyi dedim. Baliq moyi demak shu darajada kerakmi bizga? Ha, shu darajada kerak. Ayniqsa O'zbekiston xalqi uchun kerak. Nima uchun? Chunki biz dengizdan uzoqda yashaymiz. Dengiz mahsulotlari hammamizda ovqat ratsionimizda deyarli yo'q. To'g'rimi? Dengiz karamidan yoki bo'lmasam dengiz mahsulotlaridan umuman deyarli iste'mol qilmaymiz. Sayohatga borganda yedi. Qizlar, shunda ham yeya olmadim. Qisqichbaqamidi, baqachanoqmidi, o'sha qo'yilgan mollyuskalardan sayohatda ko'rdik pishirilganini. Lekin biz o'shanaqa mahsulotlar umuman ovqat ratsionimizda yo'q. Demak, nima qilishimiz kerak? Demak, bizni tanamizga kerakmi shu mahsulot? Ha, uni qo'shimcha ravishda mana shunaqangi biodobavkalardan iste'mol qilishimiz kerak. Xo'p, tarkibi nima? Tarkibi asosan 2 xil yog' kislotadan iborat. Ular EPA hamda DHA deb ataladigan kislotalardan iborat. Xo'p, EPA kislota nimalarga qarshi? Birinchi o'rinda yallig'lanishga qarshi. Bilasizlar qizlar, yallig'lanish hammamizda eng og'riqli nuqtamiz. Har tomonlama inson, ayniqsa ayollarimiz tez yallig'lanib qolamiz. Chunki qo'llarimiz ko'p suvga kiradi, to'g'rimi? Oiladagi barcha yuvib tarashlar, tozalashlar bizni zimmamizda. Shu nuqtai nazardan ham biz tezroq yallig'lanib, tezroq shamollashga moyilmiz. Demak, omega 3 birinchi o'rinda bizni himoyamiz ekan, ya'ni yallig'lanishlarga qarshi kurashib beradi ekan. Ikkinchisi, qon aylanishini juda ham chiroyli qilib rag'batlantirib berar ekan. Uchinchisi, xolesterinni kamaytirib beradi. Xolesterin nima bilamiz, qizlar? Ya'ni kim odam tanasida parchalanmaydigan, qon tomirlarimizda cho'kma bo'lib yig'ilib qoladigan, yegan ovqatimiz tarkibidagi shunaqangi qattiq yog' to'qima. Bu qon tomirlarda cho'kma bo'lib yig'ilib, aytaylik, qon tomirimiz xuddi bunaqangi yumaloq bo'ladigan bo'lsa, ichida qon erkin harakatlanish uchun, faol harakatlanish uchun qon tomir devorlari tekis, silliq va bo'sh bo'lishi kerak. Unga hech qanaqangi ortiqcha qonda tarkibidagi xolesterin moddalari yig'ilmasligi kerak. Biz qanchalik mana shunga ahamiyatli bo'lsak, yoshimiz katta bo'lganda ham hech qanaqangi yurak bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga uchramaymiz. Bu fakt. Ya'ni kim shunaqangi masalan yoshimiz o'tgan sari xafaqonlik, ya'ni davleniya deymiz, ateroskleroz deymiz, infarkt, insult, ishemik degan kasalliklar bor. Yurak bilan bog'liq bo'lgan qon aylanish kasalliklari. Shu kasalliklarni butunlay bizga yaqinlashmasligi uchun yoki bo'lmasam aynan shu kasalliklar bilan og'rigan bo'lsak, shu kasalliklardan bartaraf bo'lish uchun omega 3 ni kiritishimiz zarur ekan. Nima uchun? Tarkibidagi EPA kislota aynan qon tomirlaridagi qonni harakatini rag'batlantirib, normallashtirib beradi ekan. Demak, bu bizga kerak. Hammamizga kerak. Shu ma'lumotni ham aytib o'tib ketay. Fanda, biologiyada aytilgan, har bitta insonda tanasidagi qon tomirlari, qizlar, bir-biri bilan ulab chiqilsa, ya'ni bilasizlar, qon tomirlari tanamizda aorta, arteriya, vena hamda kapillyar qon tomirlaridan iborat. Shu qon tomirlarini bitta odamdagi qon tomirda bir-biriga ulab chiqilganda, butun dunyo, yer shari, masalan, yer sayyorasi qancha katta, bir marta aylanib chiqib, yana bir marta aylanib chiqishga yetar ekan. Endi tasavvur qiling, tanamizdagi qon tomir Alloh qanaqangi darajada mo'jizaviy yaratgan bizni. Qanchalik darajadagi uzun tanamizda qon tomir bor. Endi mana shu qon tomir devorlariga cho'kmalar, xolesterinlar yig'ilmasdan qon tomirlarimiz bizni umrimiz oxirigacha to'laqonli sog'lom xizmat qilishini xohlasak va qon tomirlarida jo'shqin harakatini xohlasak, yurak bilan bog'liq bo'lmagan kasalliklarga yo'liqmaslik uchun ham
omega 3 ni iste'mol qilishimiz kerak. Aynan shu omega 3 ni tarkibidagi EPA kislota qon tomirlar devoridagi harakatni rag'batlantirib va mana shu qon tomir devorini elastik, cho'ziluvchan, egiluvchan bo'lishligini ta'minlab berar ekan. Xo'p, keyingisi kayfiyat va ruhiy holatni barqarorlashtiradi va depressiyani kamaytiradi. Hozirgi kunda har bitta ayollarda, har bitta onalarda shunaqangi stress, depressiya kuzatiladi. Bilmadim nima uchun. Balkim ko'proq mana bunaqangi har xil seriallar chiqqanda bekorchilikda ko'rgani uchundir. Balkim hayotga yengilroq qarab, bilmayman bu muammo qanday. Lekin har bitta ayol borki, atrofimizdagi ularda stress, depressiya bor. Mana shu holatlardan ham bartaraf bo'lish uchun, mana shunaqangi holatga uchramaslik uchun kayfiyatlarimiz har doim a'lo va mana shu kayfiyatimiz barqaror biz bilan kun davomida hamroh bo'lishini xohlasak ham omega 3 ichib yursak juda ham foydali ekan. Xo'p, ana endegisi undan tashqari DHA kislota. Demak, men hozir omega 3 ni bittasini aytdim xolos. Qaranglar qizlar, shuncha tanamizga foydasi bor ekan. EPA kislota haqida gaplashdik xolos. Ana endi uni tarkibidagi DHA kislota haqida gaplashamiz. DHA kislota miya va ko'z to'qimalarini asosiy tarkibiy qismi ekan. Ya'ni ki, mana bu bosh hamda orqa miyadan tashkil topgan bizni butun tanamizni boshqaradigan nerv to'qimamiz. Mana shu nerv to'qimalarimizni asosiy tarkibiy qismi, ya'ni yog'dan iborat bo'lsa, yog'ni tarkibidagi modda DHA kislota 40% ni tashkil qilar ekan. Ko'zlarimizni to'r pardasini DHA kislota 60% ni tashkil etar ekan. Qarang, demak bizni ko'zimizni ravshan bo'lishligi 50, 60, Alloh nasib qilsa 100 yoshimizda ham ko'rishimizni ta'minlab beradigan to'r pardamizni tarkibiy qismi, ya'ni ki ko'rishimizni ta'minlaydigan haqiqiy qismi DHA kislotadan iborat ekan. 60%. Mana bu miyamizda to'qimasi DHA kislotadan iborat bo'lib, yog' to'qimadan iborat bo'lib 40% ekan. Qizlar, bu degani buni haqiqiy ovqati, ko'zlarimizni haqiqiy ovqati omega degani. Nima uchun mana hozir homiladorlarga yozilyapti? Nima uchun hozir har bitta yosh boladan boshlab 80-90 ga kirgan onaxon, otalarimizga, buvlarimizga tavsiya qilinyapti. Bu bizni haqiqiy hayotimizni kafili, hayotimizda, hayotiy faoliyatimizda eng kerak bo'ladigan tarkibiy qismi ekan. Shuning uchun biz ichishimiz kerak ekan. Bu belgilanmagan. 1 oy iching, 2 oy iching yoki masalan 3 oy ichsangiz ko'payib ketadi, keyin dam olib ichasiz degani emas. Buni uzluksiz qish, yoz, bahor, kuz to'xtatmasdan ichsak nimaga erishamiz? Biz faqat yosh bo'lamiz. Faqat go'zal bo'lamiz. Faqat chiroyli, energiya, depressiyaga uchramagan quvnoq ayol bo'lamiz xolos. Erishgan yutug'imiz shu bo'ladi. Endi undan tashqari qaranglar qizlar, homila va bolalik davrida juda ham muhim ekan. Ya'niki ona demak homilador bo'lgan paytda bilasizlar, onani tanasidagi hamma vitaminlar, hamma tarkibidagi qon tarkibidagi organik va anorganik moddalar hammasi bola bilan teng taqsimlanadi. Demak, bola ona qornida agar onani qoni yetarli darajada bo'lsa, sog'lom dunyoga keladi. Agar onani qoni kam bo'lsa va onani o'zi yetarli darajada vitaminlarga, minerallarga, omega mana shunaqangi mahsulotlarga to'yinmagan bo'lsa, bolaga qayerdan beradi? Bola sog'lom va har tomonlama baquvvat bo'lib ona qornida rivojlanishi uchun eng kerak bo'ladigan kislotalardan biri, birinchi o'rinda bolani miya to'qimasini yaxshi rivojlanishida omega 3 ni tarkibidagi DHA kislota kerak ekan. Qarang qanaqa darajada ko'p, zo'r narsa. Yana undan tashqari xotirani va diqqatni kuchaytirib berar ekan. Bu narsani men o'zimda o'g'limda sinadim, qizlar. Haqiqatdan ham bolam xususiy maktabda o'qiydi. Nagruzka bitta oldindan yuradi. Ya'ni kim hozir 9-sinf bo'lsa, 10-sinfda programmasini tugatadi. Oldindan yuradi.
Boshida jinday qiynaldi, chunki u bolani 1 yil oldin maktabga bergandik. Asli 8-sinf bo'lishi kerak, lekin hozir 9-sinfda o'qiydi va yana nagruzka 10nikini ham o'qiyapti. Ozgina qiynaldi, diqqati chalg'idi, boshqa bo'ldi. Men o'zimcha o'yladim, buni o'qib keyin o'rgandim, keyin bilib oldim. Ungacha o'zimcha aytdim, shunaqa foyda. Demak, niyat o'qimasniki ekan. Shuni ichib ko'rgunchi o'g'lim deb berdim. Qizlar, ishonasizlarmi? Bir haftada haligi boladagi natijani o'zim ko'rdim. O'zi kelib, xursand bo'lib, "Ayjon, uyqum kelmayapti. Darsda charchamayapman. Qabul qilishim, diqqatim boshqacha bo'lib qoldi. Boshimda og'rig'im yo'q" deganda shunaqa xursand bo'ldim. Bolamda sinab ko'rib va yanada tavsiya qilishda, yanada gapirishdan to'xtamaydigan ayolga aylandim. Qarang, qanaqa darajada buni foydasi. Xotira har birimizga kerak. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilikni muammosi bu xotira. Chunki mana bu koronavirus davrida kimlardadir xotirani susayishi bilan asorat bo'lib qoldi. Kimlardadir suyak yemirilishi, kimlardadir saqir va hokazo. Hammada har xil muammo bilan insonlarda asorat qoldirdi. Shu asoratlar o'z navbatida sekin-sekinlik bilan yo'qoladi. Qachon? Biz qachonki sog'lom hayot tarziga va sog'lom ovqatlanishga amal qilganimizda. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilaman, agarda hozirgi paytda wellness pack ichishga imkoniyatingiz bo'lmasa, marhamat, omega iching hech bo'lmaganda. Ishoninglar, bu katalogda zo'r chegirmada berdi. Hozirgi kunda mana shu omegani 3 tasini xarid qilsangiz, 4-inchisi 100 so'mga berilyapti. Biz qizlar bilan hisoblab chiqdik. O'rtacha umumiy 3 tasini olgan summangizni shunday bo'lib chiqsak, 4 ta beryaptimi? Har bir omega 183 mingdan to'g'ri kelar ekan. 183 ming sizga 1 oyga yetadi. 1 oyga. 30 kunga 2 donadan iste'mol qilasiz buni. 30 kunga yetadi sizga. 30 kun sizni xotirangiz mustahkam, depressiyaga uchramagan, kayfiyatlaringiz zo'r, sog'lom, qon tomirlaringizda qoningiz jo'shqin harakatlangan holatda yurasiz. Va 4 tasi, demak, qarang, 183 mingdan hozirgi kunda aytyapman, 3 ta xarid qilasiz, 4-inchisi 100 so'mga. Bu sizga 4 oyga yetadi. Bu degani qishdan sog'lom, zo'r bo'lib chiqib olasiz. Yana keyingi aksiyagacha yana xudo xolasa maza qilib yetib olasiz. Shuning uchun hammalaringga fursatdan foydalanib, mana shu aksiyadan maksimal darajada foydalanib qolishlaringni tavsiya qilaman. Do'stona maslahatim, sog'lom, go'zal bo'lishlaringni xohlaganim uchun. Xo'p, keyingisi yana bittasi yurak ritmini me'yorda saqlaydi. Qarang qizlar, yurak ritmi nima? Har bitta insonda bizni tanamizni boshqarib turadigan, tanamizni butun ozuqa moddalar bilan, kislorod bilan, umuman hamma moddalar bilan ta'minlab beradigan bizni tanamizda motorimiz bor, ya'ni yuragimiz bor. Yuragimiz Alloh shunaqangi chiroyli, shunaqangi mukammal qilib yaratib berganki bu yuragimizni. Ishonasizlarmi qizlar? Bir minutda sizlarga aytgan ma'lumotimni yana qaytaraman. Butun dunyoni 2 marta aylanib chiqadigan qon tomirga egamiz ekan. Ya'ni tanamizda shunaqangi uzunlikdagi qon tomir bor. Mana shu butun dunyoni aylanib chiqadigan qon tomirlardagi hamma ozuqa modda, ya'ni kim tanamizda 1 minutda aylanib chiqadi. Ya'ni kim yurakdan chiqqan qon, ya'ni ozuqaga to'yindi, kislorodga to'yindi, yurakdan chiqqan qon butun tanaga, hujayralarimizga berib 1 minutda yana qaytib kelar ekan. Endi bir kecha kunduzda bir kecha kunduzda faktlarga ko'ra yuragimiz 22 tonna qonni o'zidan ishlab chiqarar ekan. Ya'ni qonni so'rib, yana qaytarib chiqarar ekan. Qarang, qanaqa darajada katta ish bajaradi yuragimiz. Siz hech qanaqangi sport bilan shug'ullanmaganingizda, shunchaki to'g'ri hayot tarziga amal qilganingizda 24 soatda 22 tonna qonni ishlab chiqarib berar ekan. Mana shu yuragimizda shu normal funksiyasini, shu yurak ritmini me'yorida bo'lishi uchun bizga DHA kislota va EPA kislota juda kerak ekan. Endi qachonki tanamizda mana shu yurakda ritmi o'zgaradi. Ya'ni 1 minutda 72 ta uradigan yuragimiz
Agar yuragimiz quvvatsizlanib qolsa, 40 ta, 50 ta va hokazoga tushib qoladi. Yoki bo'lmasam nimadandir hayajonlansak, depressiyaga tushsak, kayfiyatimiz buzilsa, buni faoliyati ko'tarilib ketadi. Endi biz har qanaqa holatda ham o'zimizni tanamizni normal holatda saqlashimiz uchun, yurakda ritmini doimiy holatda olib yurishimiz uchun biz muntazam ravishda omega ichib yursak, bu faqat foydali bo'lar ekan. Tanamizga shu darajada omega 3 ni foydasi katta ekan, qizlar. Demak, nima demoqchiman? Bu mahsulotlar, bu aynan mana shu sizlarga hozir tavsiya qilgan mahsulotim Velosophy Pack mahsulotini tarkibidagi har bir moddasi bizni tanamizga oltinga teng miqyosda foydali ekan. Tanangizda qay darajada hurmat qilasiz, tanangizga qay darajada e'tiborlisiz, har biringiz o'zingiz bilasiz. To'g'rimi? Har birimiz o'zimiz bilamiz. Nima iste'mol qilyapti turganimizda, nima ichib turganimizda, qanaqangi hayot tarziga amal qilyapti turganimizda bilamiz o'zimiz. Ko'z oldimizdan o'tadi xatolarimiz. Keling, bugundan o'zgaramiz. Keling, mana shu xatolarimizni bugundan o'zgartirib, to'g'rilashga harakat qilamiz. Ya'niki, bizni tanamizga sog'lom va chiroyli munosabatda bo'lishni boshlaymiz. Dinda ham aytib qo'ygan, to'g'rimi? Har bitta a'zolarimizga go'zal munosabatda bo'lishligimiz shart. Har bir a'zomizni hurmat qilishimiz shart. Demak, biz tanamiz sog'lom bo'lar ekan, qachon yetarli vitaminlar, minerallar bersak. Yosh bo'lar ekan, qachon qo'shimcha biodobavkalar ichib yursak. Ichki go'zal bo'lar ekan va har qanday muammolardan bartaraf bo'lar ekan. Va ichimizdagi har qanday muammolarni xuddi aqlli texnologiya singari yo'qotib berishga yordam berar ekan. Qaysi mahsulot? Velosophy Pack mahsuloti. Bu mahsulotni men shunaqangi yaxshi ko'raman, qizlar, ishonasizlarmi? Bu birinchi o'rinda o'zim oilamda bu bo'yicha natijaga erishganman va o'zimdagi erishgan natijalarimda, o'zimda bo'lib turgan hamma mana shu olgan yutuqlarimda, natijalarimda yaqinlarimga tavsiya qilib va komandamiz qizlariga tavsiya qilib juda ham chiroyli natijalarga erishganmiz va hali ham davomli qilib har bitta qizlarimizga, so'ragan hamkorlarimizga tavsiya qilishdan erinmayman. Hattoki klientlarim bilan gaplashib turganda ularda muammosi sog'lig'ida bo'ladigan bo'lsa, men Oriflame kompaniyasini hech qaysi bir to'shini, hech qaysi bir aytaylik tonalkasini gapirmayman. Ishoninglar, sog'lig'ida muammosini fahmladimmi, sezdimmi, unga birinchi o'rinda men sog'lig'iga foyda bo'ladigan, ichkari tomondan davolab, go'zal yosh qilishiga yordam beradigan mahsulotni gapiraman. Va mana shu mahsulotni ichib ko'rishiga tavsiya qilaman. Erinmayman, kerak bo'lsa soatlab gapirib tushuntirib beraman. Imkon darajasida har bitta klientimda mana shunaqangi chiroyli natija olishlariga, sog'lom, yosh, go'zal bo'lib, hurmat qilib, duolarida meni eslab qo'yishlariga harakat qilaman. Yana davomli ravishda yoshlarga ham, kattalarga ham mana shu mahsulotlarni tavsiya qilaman. Xo'p, yana aynan shuncha gapirdik. Xo'p, bu mahsulotimiz o'zini narxi kataloglarda, keyingi katalogda masalan 760 ming narxda chiqyapti. Lekin bu katalogimizda qarang, katalog narxi 589 ming. Ya'ni buni siz bu katalogda o'rtacha, xo'p, brend hamkor bo'ladigan bo'lsangiz, 440 minglarga olishingiz mumkin. Mijoz bo'lsangiz 450-460 minglarga olishingiz mumkin. Agar siz obuna bo'lib xarid qiladigan bo'lsangiz, 3tasini pulga olasiz, 4-tinchisi sizga 100 so'mga keladi. Bu degani o'rtacha 1 million 200 mingga to'g'ri kelyaptimi? 4tasini 1 million 200 bo'lsak, o'rtacha sizga 300 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. 300 ming so'm. Qarang, qanaqangi foydali-da bu biz uchun hozirgi paytda. Maksimal darajada mana shu Wellness Pack
mahsulotlari bilan yaqinlarimizga, tanishlarimizga, qadrdonlarimizga berib, ularni sog'liqlariga, mayli ular bilmasa bilmasin, balkim boshqacha o'ylab turgandir, lekin siz beg'araz uni sog'lom bo'lishini xohlaganingizni tushuntirib, shunaqangi zo'r mahsulotni sizga ilindim deb tavsiya qilib, ham ballaringizni ko'tarishingiz, ham yaqiningizni sog'lom bo'lishiga erishishingiz mumkin. Qizlar, ishoninglar, natijasi haqida gapiradigan bo'lsam, bu mahsulotda olgan natijalarim bo'yicha gapiradigan bo'lsam, ertalab bo'lib ketadi. O'zimdagi natija, bittasini aytaman, zrenam past. Meni minus zrenam past, ko'zimda miyopiya bor. O'qituvchi bo'lganim uchun juda ham ko'p kitobni yaxshi ko'raman. Kitob ko'p o'qiganim uchunmi bilmayman. Yoshligimdan, o'sha bolaligimda bo'lgan o'zi -5 edi. Keyin 3 ta bolali bo'ldim. Mana shu sekin-sekin pasayib -3 bo'lgan. Lekin ishonasizlarmi, hozir umuman meni ko'z bilan bog'liq bo'lgan muammoim yo'q. Bilaman, shu qachondir o'lchatganman, shu bilmayman, 1 yil bo'ldimi, 2 yil bo'ldimi, o'lchatganimda -3 chiqqan. Lekin undan oldin o'qituvchi bo'lib ishlab yurgan paytimda doskaga yozardim, partani oxiriga borsam, doska o'zi yaltirab ko'rinmas edi oxirida. Yaqinlashib kelib turib, keyin doskadagi narsalarni ko'rib, keyin gapirib o'qib berardim. Stendlarga qarab gapirib tushuntirganimda, stendlar kerak bo'lsa, ko'rmasdim. 6 soat, 5 soat darsimda o'tib o'girguncha, qizlar, mana shu ko'zimni tubida shunaqa og'riq bo'lar edi, mana bu ensa qismim bilan. Qiynalardim. Uyga kelsam, shu ko'zimni ochmasam, maza qilib uxlasam derdim. Ko'zimni ochmaganim bilan ko'zimdagi og'riq meni charchatar edi, asabiylashtirardi va hokazo. Lekin oldingi o'sha dars o'tib yurgan faoliyatimga nisbatan hozir undan ham ko'p faoliyatim aslida. Telefonga ko'p qarayman, masalan, kun davomida bugun ham telefonda ishladim. Kitobga qarayman ko'p. Lekin ishonasizlarmi, o'sha ishlab yurgan paytimdagiga nisbatan hozir meni ko'zimda muammoim yo'q. Unaqangi og'riqlar, unaqangi ko'zimga parda tushib qolishi yo'q. Nimadan? Mana shu pekdan. Mana shu wellness pekdan. Hech qanaqangi har 6 oyda mana bu ko'zim chakkasiga ukol olar edim. Unaqa ham qilmay qo'yganman. Mana 2 yildan oshdi, umuman ko'zimga ukol ham olmayman. Hech qanaqangi dori ham ichmayman ortiqcha. Bormayman ham, hattoki ishonasizlarmi? Nimadan? Mana shu faqat shugina wellness pek. Hozir mana shu 3-korobkasi. 3-sini ichyapman. Boshladim. Buni uzluksiz ichmayman, to'g'ri. Lekin o'zimga endi niyat qilyapman, oldimga maqsad qo'yapman, uzluksiz ichaman, xudo xolasa. Nimaga? Natija shunaqa zo'r quvontiradi meni. Immunitetimni zo'r qiladi. Mana masalan, yaqinlarim, qo'shnilarim aluli mana hali qish kelmasdan gripp bo'lib, kapelnilarni olib bo'ldi. Ukol olib, boshqa qilib bo'ldi-da, lekin bizni oilada alhamdulillah hali hech kim gripp bo'lgani yo'q. Hali hech kim bironta dori ichgani yo'q. Farzandlarim vitaminlar ichadi, o'zimiz mana shunaqangi pek mahsulotlarni ichamiz. Bu hammasi immunitetni yaxshi bo'lganidan. Bu mana shu meni sevimli mahsulotim. Qancha gapirsam ham to'ymaydigan mahsulotim Velosofi pek mahsulotidan deb bilaman. Va hammalaringga tavsiya qilaman, avvalambor o'zingiz uchun, yaqinlaringiz uchun albatta bu mahsulotni ovqat ratsioningizga kiriting. Shunaqangi zo'r, sizga ham energiya beradi, ham sizga shunaqangi kuch beradi. Hozir aytganimdek, depressiyaga qarshi kurashib beradi. Har qanaqangi tanangizda qanday muammongiz bor hozir? Ana shu muammolaringizni yechimini bera oladi. 100% men ishonch bilan ayta olaman. Chunki har qanaqangi masalan muammoga yo'liqqan har qanday hamkorlarimizni ko'rdik, natija oldik. Kasal bo'lgan, yaxshigina 3-4 martadan operatsiya bo'lib, shu darajada o'zi immuniteti tushib bo'lgan ayolni qaytadan kuchli, energetik ayolga aylantirib bera olgan mahsulot bu. Shunaqangi darajada zo'r texnologiya bilan ishlab chiqilgan mahsulot. Qancha gapirsam kam, juda ham ko'p gapirdim. Eshitganlaring uchun, bugungi vaqtlaringni menga bag'ishlaganliklaring uchun, mana shu chatda bo'lganliklaring uchun kattakon rahmat. Ana endi sizlarni eshitaman. Qanday savollaring bo'lsa, marhamat.
Dilnozxon juda chiroyli ma'lumotlarni berdingiz haqiqatan ham. O'qituvchiman dedingiz. Qaysi fan o'qituvchisiz? Biologiya. Ana qarang, biologiya o'qituvchisi bo'lganingiz uchun ham shunaqangi chiroyli qilib bu mavzuni yoritib berdingiz. Mavlima bugungi darsni eshitgan hamma mana shu velosipedni sevib qoldi. Уже bugundan boshlab iste'mol qilmayotganlar, ishonmayotganlar hamma уже bugundan boshlab zakaz beradi. Ichmayotganlar olib qo'ygan bo'lsa, ichishni boshlaydi. Mavlima hamma o'zini sog'ligi uchun birinchi o'rinda o'zini uylaydi, o'zini sog'lom qilishga harakat qiladi. Savollar tushibdi ekan, shundan bo'lmasa boshlayman savollarni berishdan. Oxirgisidan boshlayman. Kalsiy D bilan D3 ni D3 ni farqi nimada? Mana hozir yangi D3 chiqdi. Shu bilan oldingi mana kalsiy, vitamin D ni farqi nimada? Xo'p. Qizlar, kalsiy ham iste'mol qilaman. Oilamiz bilan iste'mol qilamiz. Kalsiy bu mineral modda bu. Makro hamda mikroelementlar qatoriga kiradigan, makroelementlar qatoriga kiradigan mineral modda. Kalsiy bu bizni tanamizdagi suyak to'qimalarini haqiqiy tarkibiy qismi. Kalsiy hamda fosfor tuzlari suyagimizda baquvvat bo'lishini ta'minlab beradi. D3 esa bu vitamin, ya'ni kim yog'da eriydigan vitamin. Bu vitamin ovqat tarkibida bo'lmaydi. Bu vitaminni siz mana bu terilarimizda quyosh nuri ta'sirida hosil qila olamiz. Ya'ni kim biz ertalabda masalan qish kunlarida 9-11 gacha tashqi tabiatda quyoshli kunda sayr qilish orqali terilarimizni hosil qilamiz. Yozda esa 7 dan 9 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida quyosh nurida sayr qilishimiz yordamida terilarimizda hosil bo'ladi. Aynan yosh bolalarda D3 ni yetishmasligi, shunaqangi suyak bilan bog'liq bo'lgan kasallik bor, rahit deb ataladi. Suyaklarni egiluvchan, mo'rt bo'lib qolishi shunaqangi kasallikka olib keladi. Endi bu vitamin, bu D3 ni o'z navbatida biz Velosofi mahsulotlari, ya'ni Oriflame kompaniyasini shunaqangi Velosofi kategoriyasiga tegishli bo'lgan mana shu kalsiysidan olsak ham bo'ladi, birgalikda so'riladi. Nima uchun? Aynan qarang, berilgan bu yerda kalsiy hamda D3 birgalikda berilgan. Nima uchun? Kalsiyni o'zini iste'mol qilsangiz ham bo'laveradi, lekin D3 bilan birgalikda iste'mol qilsangiz tanamizga uni sintezi oson bo'lar ekan. Tanamizga so'rilishi juda ham tez bo'lar ekan. D3 o'z navbatida kalsiy bilan birgalikda funksiyasi bitta bo'lgani uchun suyaklarimizni mustahkam, baquvvat, elastik bo'lishini ta'minlab beradi. Yoshimiz o'tgan sari, masalan, aytaman, suyagimizning tarkibida tirik hujayralar, osteoplastlar bo'ladi. Bu suyagimizni singanda tezda bitishiga, suyagimizni to'qimalar bilan, qon bilan, ozuqa moddalari bilan ta'minlashga yordam beradi va bizni bo'y o'sishimizga yordam beradi, ya'ni shu tarkibidagi hujayra. Endi bu tirik hujayralar deyiladi. Yoshimiz o'tgan sari, ya'ni kim 40 yoshdan oshganimizdan keyin qizlar xohlaymizmi yo'qmi, suyagimizni tarkibidagi tirik hujayralar kamayib boradi. Uni tarkibi asosan mineral tuzlar, kalsiy, fosfor tuzlaridan iborat bo'lib qoladi. Ya'ni kim suyagimizni to'qimasi o'lik hujayralarga aylanadi. U hujayralar osteoklastlar deb ataladi. Bu hujayralarni yanada yaxshi mustahkam bo'lishi uchun biz yoshimiz o'tganda suyak bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga uchramasligimiz uchun, suyagimiz mo'rt bo'lib qolmasligi uchun, shunday qoqilib ketsak ham suyagimiz sinmasligi uchun mana shunaqangi kalsiy hamda D3 mahsulotini ichib yursak, biz bir kunda bitta yetadi tanamizga. Bir kunda ikkita, kechirasizlar, ertalab va kechqurun iste'mol qilib yursak, tanamizga mana shu moddalarni yetarli darajada beramiz va suyaklarimizni sog'lom, hozir aytganimdek baquvvat bo'lishiga erishamiz. Aynan hozirgi katalogda kalsiy ham skidkada chiqqan qizlar. Buni ham o'z navbatida olib, ovqat ratsioningizga qo'shishingizni tavsiya qilaman. 200 mingga beradi. Brend hamkorlar uchun 200 ming o'rtacha narxi. Juda ham zo'r. Xo'p, tavsiya qilaman hammalaringga. Juda ham zo'r ma'lumotlarni berdingiz haqiqatan ham. Hozir shunaqa savol bo'lishi mumkin. Bu necha yoshdan tavsiya qilinadi? Yosh bolalarga ham mumkinmi? Xo'p, kalsiyni o'z navbatida
homilador ayolga hozir tavsiya qilinmaydi. Aynan bu kalsiy homilador ayolga va emizikli ayol davrida kalsiy tavsiya qilinmaydi. Undan keyin bola o'zi 3-4 yoshdan keyin bolalarga sekin o'zini alohida dozalarida tavsiya qilish mumkin. Asosan buni men tavsiya qilgan bo'lardim. O'smir yoshdan bolalarga, o'smir yoshda tinimsiz ravishda suyaklari tez bo'linib ko'payadi, chunki bu bola o'suvchan yoshda. Har tomonlama gormonal rivojlanish, har tomonlama tanasi o'sib rivojlanish yoshida bo'ladi. Shu yoshda unga qancha ko'p kalsiy, D3 yetarli darajada bo'ladigan bo'lsa, bolalarimizni bo'yi, gormonal rivojlanishi normal bo'ladi. Ya'ni kim men tavsiya qilgan bo'lardim o'rtacha yosh 14 yoshdan. Tishlari ham zo'r bo'ladi o'shanda, to'g'rimi? Chunki tishni ham mo'rtligi, har xil karieslar tushishi, hammasi mana shu kalsiyning yetishmovchiligidan bo'ladi. Aynan o'sha yoshda ko'pchilikda shunaqa tish og'riqlari ko'payadi-da, chunki o'sha yetmayotganida. Aynan shu narsa demak tishlarini ham zo'r bo'lishiga, sog'lom bo'lishiga yordam beradi. Keyingi savol, astaksantinni shamollaganda ichsa bo'ladimi? Albatta. Astaksantin, sizlarga aytdim, chernik ekstrakti astaksantin antioksidant ta'sir ko'rsatadi dedim. Ya'ni kim bu degani immunitet. Bizni tanamizni tashqi muhit ta'sirlaridan xuddi qo'rg'ondek himoya qiladi. Men qiyoslagan bo'lardim, mana shu Wellness Pack tarkibidagi astaksantin xuddi qilich ko'tarib turgan posbon singari. Tanamizdagi immunitetlarimizni rag'batlantirib beruvchi modda. Masalan, biz aytishingiz mumkin, men sog'lom, toza yuraman, gigiyenaga amal qilaman, sog'lom, foydali mahsulotlarni iste'mol qilaman. Qayerdan menga mikroblar? Xo'p, oddiy nafas olganimizda ham qizlar, mana uyda chiroyli toza yashagan taqdiringizda ham nafas olganimizda ham nafas orqali qarang. Statistika bo'yicha olgan havomizni 100% deb oladigan bo'lsak, mana shu havomizni 25%ginasi 23% adashdim. 23%ginasi bizni tanamizga foydali bo'lib suriladi. Qolgan 77% tashqi muhitga chiqib ketadi. Yana qaytib chiqib ketadi. Ya'ni 100% qabul qildik, 23% o'pkalarimizda qoldi, qon tomirlariga surildi, tanaga ketdi. Qolgan 77% chiqib ketyapti. Olgan nafasimizda ham qizlar bizga, tanamizga yod bo'lgan, tanamizga begona bo'lgan, keraksiz bo'lgan mikroblar, viruslar, havoni tarkibidagi bakteriyalar kiradi. Va agar bizni immunitetimiz mustahkam bo'lsa, immunitetimiz kuchli bo'lsa, ana shu tashqi muhit ta'sirlariga tanamiz reaksiyasi zo'r bo'lsa, kirgan o'sha mikroblar mana bu bizni to'qimalarimizda, o'pkamizda, mana bu traxeya bronxlarimizda o'tirib qoladi. O'z-o'zidan chiqib ketmaydi-da, devorlariga yopishib qoladi bakteriyalar. O'sha bakteriyalar rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Kirib qolgan mikroblarni bizni tanamizni yengishiga yo'l qo'ymaydi. Har qanaqangi gripp bo'lasizmi hozirgi kunda, har qanday shamollash bo'ladimi, men tavsiya qilgan bo'lardim. Aynan Oriflame kompaniyasida alohida qilib mana shunaqangi antioksidant ishlab chiqilgan. Chernik ekstrakti astaksantin mana bu joyda. Mana shu mahsulotda agar siz gripp bo'lsangiz, qaysidir bir virusli kasallikka chalingan bo'lsangiz, bir kunda 2 tadan iste'mol qilsangiz, hech qanaqangi sizga antibiotiklarni keragi yo'q deb hisoblayman. Va o'zim ham shunga amal qilaman. Nihoyat darajada zo'r mahsulot. Juda chiroyli ma'lumotni berdi Dilnozxon. Keyingi savol Wellness Pack haqida ekan. Necha yoshdan mumkin o'g'il va qizlarga? Xo'p, Wellness Pack mahsuloti to'laqonli 4 ta mana shunaqangi kapsuladan iborat bo'lib, buni ichish tanaga men o'qiganim bo'yicha, bu mahsulot o'qiganim bo'yicha 17 yoshdan asosan tavsiya qilinadi. Lekin men bu mahsulotni o'zimni o'g'limda singanman, berganman. Haqiqatan ham boshqacha bo'lib qolgan. Keyin o'ylab qarasam, bizni mana bu ayollarnikiga nisbatan erkaklar uchun ishlab chiqilgan Wellness Packni tarkibida
multivitaminlari, minerallarning tarkibidagi rux hamda selen moddasi ko'proq bo'lar ekan. Bu ya'nikim o'g'il bolalarni erta balog'atga yetishini va gormonal sog'lom rivojlanishini ta'minlab berar ekan. O'yladim, bolamga berdim. Erta rivojlanib ketishini xohlamadim. 14 yoshda hech qanaqangi buni salbiy ta'siri yo'q aslida. Aslida buni 14 yoshdan bersangiz ham hech qanaqa ta'siri yo'q. Hech qanday. Chunki bu dori vositasi emas. Bu tanani rag'batlantiradi, tanani sog'lom, baquvvat bo'lishiga yordam beradi. Lekin bu bo'yicha yozilgan 17 yoshdan bemalol o'g'illarga ham, qizlarga ham tavsiya qilinadi. Chunki 17 yosh hammada balog'at yoshi, gormonal, jinsiy hamda jismoniy rivojlanish yoshi. Shu yoshda sog'lom, baquvvat bo'lishi uchun albatta kiritsak zo'r bo'lardi. Shu o'rinda bitta natijani aytib ketaman. 11-sinf qizimizda shunaqangi ayollarda bilasizlar, anaqangi menstruatsion vaqti bo'ladi. Shu davrda 11-sinfda bo'lgan bo'lishi kerak o'zi har bitta ayol qizlarimizda. Lekin shu qizda kuzatilmagan. Ishonasizlarmi? Bittagina korobka berdik. Ikkinchisini ichishga hojat ham qolmadi. Mana shu mahsulotda bitta korobka ichgandayoq undagi gormonal rivojlanish buzilgan bo'lgan, orqada qolish bo'lgan, o'z navbatida shu menstruatsion siklni joyiga qo'yib bergan. Nima demoqchiman? Bu mahsulotni agar sizni bolangiz holatiga qarang. Yaxshi, sog'lom, bo'ylari o'sishi yaxshi, jismoniy hamda jinsiy tomonlama to'g'ri rivojlanishdami? Har tomonlama kuzating. Agar yaxshi rivojlanishda ketib turgan bo'lsa, 14-15 yoshda bermang. 17 yoshda bersangiz, juda ham uni ertadan keyingi ona bo'lishida, yaxshi sog'lom rivojlanishida yordam beradi. Tavsiyam 17 yosh. Bo'ldi, tushunarli. Demak, har tomonlama tushuntirib berdingizki, kimlarga oldinroq bersa bo'ladi va kimlarga o'z vaqtida tavsiya qilsa bo'ladi. Mana bu tavsiyangiz ham juda ko'pchilikka kerakli, chunki men juda ko'p eshitganman. Aynan mana shunaqa holatlarda zo'r odzivlar olishgan Wellnesspekdan. Homilador bo'la olmaganlar shuni ichganidan keyin joyiga tushgan, homilador bo'lib qolgan holatlari bo'lgan. Shuning uchun Wellnesspekimiz vaqti sehrli, har tomonlama ichilsa faqatgina foydasi bor, zarari yo'q. Keyingi savolim. To'g'ri. Velosipedni qaysi mahal ichamiz? Men obuna bo'ldim. Bugun birinchi korobkam keldi. Buni ichgandan keyin kalsiyni va magniy 5 ni ichamizmi? Ular demak kalsiy ham olganlar, magniy 5 ham olganlar, Wellnespek ham olganlar. Xo'p, bu mahsulotni men asosan tavsiya qilgan bo'lardim. Ertalab nonushtadan keyin soat 11 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida iste'mol qilishni. Xohlasangiz, agar sizda ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, shu joyda aytib ham ketaman, o'zimizda olgan natijamizga ko'ra, ertalabda och qoringa mana bu ikkita omegasini 1 stakan mineral suv bilan ichib oling, och qoringa. Bu sizni tanangizni to'laqonli yuvadi, ertalabda qon tomirlaringizni chiroyli qilib, o'sha yig'ilgan cho'kmalar, xolesterinlarni terishga yordam beradi. Tanangizdagi ortiqcha yog'larni terishga yordam beradi. Mana bu omega 3. Undan keyin ma'lum bir vaqtdan keyin ovqatlanib, undan keyin ovqatlanganingizdan keyin chernik ekstrakt, astaksantin hamda mana bu vitaminlarini ichib olsangiz, sizga kun davomida energiya, kun davomida kuch va quvvat beradi. Xo'p, endi bu bilan birgalikda kalsiy, magniy olgan bo'lsangiz, sizni holatingizga qarang. Masalan, kimlardadir hamma tomonlama faqat pekni o'zini ichsa ham tanasi sog'lom, baquvvat bo'ladi. Kimlardadir suyak bilan bog'liq bo'lgan muammolari bor. Hozirgi kunda aynan bizi yoshimizda ham, masalan, 35-36 yoshda ham suyak bilan bog'liq bo'lgan juda ham ko'p tanishlarim bor, o'rtoqlarim bor. Hattoki hozirdan revmatizm, hozirdan oyoqlarida muammolar bor. Nimadan? To'g'ri amal qilmagan, tanani eshitmaganidan. Mana shunaqangi muammolarda yoki masalan sizda o'zi o'zgarish bo'lyaptimi? Albatta bunga qo'shimcha kalsiy iching va stress, sizda uyquni buzilishi, tez asabbuzarlik holatlari kuzatiladigan bo'lsa, aynan magniy ham
ratsionga kiritishingiz talab etiladi. Bu sizga hech qanaqangi ziyon keltirmaydi. Ishoning, bu faqatgina foyda. Sizni normal uyquda bo'lishligingiz, asablaringizni joyiga kelishi, har tomonlama tanangizni o'zini o'zi qayta tiklashiga imkon bergan bo'lasiz. Tanangizda regeneratsiya, ya'ni qayta tiklanishiga yo'l qo'yib bergan bo'lasiz xolos. Faqatgina har bitta narsani bo'lamikin, ta'sir qilamikin emas, inshaalloh meni tanam uchun shifo bo'lsin deb ixlos bilan ichganda gap katta. Har birini ishonib, halol ekanligiga, eng sifatli mahsulot ekanligiga ishongan holatda iste'mol qilsak, o'ylaymanki, o'ylaganimizdan ham chiroyli natijaga erishamiz. Bu bo'yicha juda ham zo'r natijalar olganmiz. Sizga tavsiyam, umid bilan olibsiz. Demak, sizda shu bo'yicha, shu mahsulotlarga sizga muhtojlik bor. Chiroyli niyat qiling va ertalabda beklaringizni iching, kalsiyni iching, magniyni iching. Kechqurun yotishdan oldin ham magniyni yana bitta ichib, keyin uxlang. Rahmat javob uchun Dilnozxon. O'zi sizga har bitta mahsulot uchun alohida dars berishim kerak ekan. Juda chiroyli qilib tushuntirdingiz. Savollar qolmadi. Endi men o'zim savol bermoqchiman sizga. Mana siz Velosofiya mahsulotlari bo'yicha juda ham zo'r professional darajada bilarkansiz. O'zingizni sohangizga yaqin bo'lgani uchun yana ham qiziqib, yana ham chuqurroq o'rgangansiz, shunga yarasha natijalarni zo'r olibsiz. Mana aytib berdingiz hammasini. Siz hozirgi kunda qanaqa rekrut qilasiz? Onlaynmi, offlaynmi va nimaga e'tiboringizni qaratasiz? Xo'p, men asosan mana shu mahsulotni ichganimdan beri, ishonasizlarmi, asosan wellness pack bo'yicha judayam ko'p gapiraman, erinmayman. Meni Oriflame kompaniyasidagi shu katalogdagi o'ziga chorlaydigan mahsulot bu birinchi o'rinda wellness pack. Judayam yaxshi ko'raman bu mahsulotni va ikkinchi o'rindagi mahsulotim bu Navech. Mana shu ikkala mahsulot bo'yicha ishlashga harakat qilaman. Oldin bu qimmat, buni kim oladi deb varaqlab o'tkazib yuborardim oldin kirib kelganimda. Asosan arzon narsalarga ko'proq urg'u qaratardim. Hozirgi kunda fikrim o'zgargan. Nima uchun qimmat? Chunki buni foydasi zo'r. Nima uchun Navech qimmat? Chunki u bizni haqiqatdan ham yoshartiradi. Haqiqatdan ham yuzlarimizdagi muammoni bartaraf qilib bera oladi. Navech tashqi go'zallikka bizga yordam bersa, wellness pack ichki go'zallikka va ichki organlarimizni yoshartirishga yordam beradi. Meni hozirgi kundagi asosiy faoliyatim offline ko'proq uchrashaman, ko'proq ko'rishib, ko'proq o'zi bilan gaplashib, ko'zlariga ko'zlarimni qadab, hamkorlarimni sehrlashga harakat qilaman. Undan tashqari telefon orqali ham chiroyli gaplashib, mahsulotlarimni gapirib, sifatini, tarkibini tushuntirishga harakat qilaman. Erinmayman va shu narsani o'zim uchun odat tusiga kiritganman. Mahsulotlarda aynan faqat shugina mahsulotni emas, kompaniyamizdagi katalogimizdagi mahsulotlarni, chegirmada chiqqan mahsulotlarni imkon darajasida chiroyli reklamasini topib, lichkalarga tashab chiqaman. Har kuni o'zim uchun odat qilganman. Kamida 20 ta insonni lichkasiga tashlayman. U yaqin tanishlarim, oldin qachondir gaplashganim yoki gruppalarda ayol kontakt bo'lsa, ayol kishi bo'lsa profilida sekin assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizga ilindim deb mana shu mahsulotlarning reklamasini 4 ta 5 tasini tashab qo'yaman. Shuni orqasidan ham chiroyli rekrutlarga xudo xolasa erishib kelmoqdaman. Lekin bu harakatlarimdan to'laqonli mana ayta olaman, bemalol qoniqaman. Shu harakatlarim yetarli deb hisoblamayman. Yana nimadir qilishim kerak, yana nimadir kuchaytirishim kerak, 2x ga ko'paytirishim kerak. Natijam yanada yaxshi bo'lishini xohlayman. Harakatdaman, inshaalloh. Alloh yuzimni yorug' qilsa, xudo xolasa erishaman degan umiddaman. Oldimga oltin direktorlikni maqsad qildim deysiz-da, to'g'rimi? Xudo xolasa bu bilimlaringiz
bilan birga bila olasiz Dilnozaxon. Hamma gap bizani rekrutimizga, chunki rekrutsiz bizani komandamiz o'smaydi, rekrutsiz biz yangi pog'onalarga chiqa olmaymiz. Rekrut bu bizani xuddi hayotda bizga kislorod qanchalik muhim bo'lsa, bizani biznesimiz rivojlanishi uchun, o'sishi uchun bizga shunchalik muhim bu rekrut. Shuning uchun har kuni nimani gapirsak, nimani eshitsak, nimani o'zimiz natijasini ko'rsak, hammaga shuni gapiramiz, ilinamiz va shu bilan birgalikda ham atrofimizdagilarni sog'lom qilamiz, ham ularni bo'y qilishimiz uchun biz komandamizga takliflarni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Mana hozirgi katalogda shunaqangi bomba aksiyalar qo'yildi. Kimdir haligacha ham to'liq tushunmayotganlar bor, kimdir o'zi tushunib olib komandasiga yetkazib, komanda bilan birgalikda har kuni 10 talab, 20 talab rekrut qilishni boshlaganlar ham bor. Sizga qanchalik yoqdi mana shu aksiyalar va siz bundan qanchalik foydalanyapsiz? Oygul opa, ishonasizmi? Bugun mana shu darsga tayyorlanishim kerak edi. O'zimcha aytdim, o'zimga o'zim. Bugun birinchi o'rinda mana shu dars bo'yicha konspekt qilib oldim. Chunki o'qituvchiman, bu odatiga kirgan. Ma'lumotlarni yozib olishim kerak, o'qishim kerak, telefonda, internetdan qidirishim kerak deb o'zimga aytyapman. Lekin ishonasizmi? Kun bo'yi men mana shu ma'lumotlarni o'rganish uchun vaqt topa olmadim. Hattoki bugun ovqat qilishga vaqt topa olmadim. Nima uchun? Mana shu aksiya bizga, aynan menga, komandamizga juda ham yoqdi. Imkon darajasida har bir hamkorlarimizga yetkazishga harakat qildim. Kun davomida rekrutlar bilan, kun davomida mana shu mahsulotlarni obzori bilan band bo'ldim. Hattoki obed qilib o'tiribman, ish qildim. Dars boshlangungacha ham ulguramanmikin? Qaysidir bir hamkorim xafa bo'lib qolmasin. Nima yordam? Lichkamga yozsa darrov yordam berishga, uni o'sha muammosiga yechim topishga harakat qilib, hattoki dars vaqtigacha shu bilan band bo'ldim. Bu nimadan dalolat beradi? Bu har birimiz uchun bu juda ham qulay. Dilnozxon, sizda ovoz yo'qmi yoki menda yo'qmi? Qizlar yordam beraveringlar. Ovoz uzilib qoldi-a? Bunda uzilib qoldi, Oygul opa. Ha, shuni tushunmay qoldim. Gapiraymi, gapirmaymi, menda uzildimi? Ha, demak ularda uzilib qoldi. Uzildi. Aha. Unda hozir kutib turaylik. Kimda savollar bo'lsa, qizlarjonlar, давайте chatga yozinglar, men savollarni beraman. Lekin уже mana почта 1,5 soat bo'lyapti. Kimdadir agar срочно mana shu filosofiya mahsulotlari bo'yicha savollar bo'lsa, yozsangizlar, albatta savollaringizga javob olasizlar. Sizda uzilib qoldi. Savollar bor ekan, Oygul opa. Ha, savol bor ekan, bitta ko'rdim. Ha, bor, ana endi gapiring. Demak, bugun kuningizni rekrutga bag'ishladingiz, komanda bilan ishladingiz. Demak, aksiyalar bomba. Aksiyalar juda ham yoqdi. Har bir hamkorlarimizga shunaqa darajada yoqdi. Hattoki bitta hamkorim bor, ishonasizmi Oygul opa? U bilan faqat SMS-lashamiz, Telegram ishlatish mumkin emas. Mana shu hamkorim SMS-da yozyapman, haligi qizga SMS-da gapirib, aksiyani tushuntirib berishga shoshib ketyapman. Telefon qildi o'zi oxiri. Chunki shunaqa noqulay vaziyatda edim. Telefon qildi, "Apa, nima bo'lyapti? Menga tushuntirib bering." Ishonasizmi, shu qizni o'zi bugungi kunda 3 ta rekrut olib kirdi. O'zi ham zakaz urishdi. 3 ta rekrut qilib, yana ertaga xudo xolisa harakat qilaman. Men xudo xolisa nimadir yutishimga erishaman. iPhone bittasi meniki deb shunaqa darajada qiziqdi. Aytmoqchimanki, har bitta inson avvalo Allohga va o'zini omadiga ishongan holatda harakat qilib ko'rishiga arziydigan aksiya bu. Harakat qilishga, mana shu gapirishga, rekrut olib kirishga arziydigan, harakatlarini to'laqonli qoplab beradigan, ketgan mehnatlarini rag'batlantira oladigan darajadagi aksiya bu. Arziydi. 12 ta iPhone bu arzon pul emas. 140 ta sovg'a bu arzon narsa emas. To'g'rimi? Yana chet el sayohatlari. Hech qaysi bir kompaniya bu darajadagi qudratli, bu darajadagi chiroyli imkoniyat bera olmagan. Shu ham bizni yanada bitta faxrlantirdi kompaniyamizda ishlayotganimizdan. Bu men uchun juda ham yoqdi. Komandamizda imkon darajasida hammaga tushuntirishga harakatdaman.
Молодец. Agar hamma xuddi shunaqa energiyada, xuddi shunaqa ishonch bilan harakat qilsa, demak hammada o'xshaydi. Chunki qanaqa kompaniya aksiya qo'yishdan qat'iy nazar, lider uni qanaqa qabul qilsa, uni shunchalik komandasiga yetkazib biladi. Agar lider o'shani wow deb qabul qilmasa, demak u komandasiga o'shanchalik energiya bilan bormaydi. Lider har doim kompaniya bergan imkoniyatni bu men uchun berildi. Men bundan foydalanishim kerak. Demak, mana shu aksiyaga men komandamni kengaytirishim kerak deb qabul qilsa, demak shundan keyin komandasiga o'sha energiya yetib boradi. Mana sizni bilaman, necha vaqtdan beri siz juda ham shukronalikka to'la ayolsiz. Doim pozitivsiz. Qachon gapirsam ham doim shunaqa energiya sizdan kelib turadi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu qanchalik kerakli hozirgi bizning biznesimizda, yashash hayotimizda qanchalik muhim shu narsa. Chunki biz har bitta ishimizni boshlashimizdan oldin bizning niyatimizga bog'liq. Zvoniya qilishimiz ham niyatimizga bog'liq, komandamiz qanaqa o'sishi ham niyatimizga bog'liq. Bizni miyamiz nimani qabul qilsa, o'sha narsani tortamiz. To'g'rimi? Oygul opa, haqiqatdan ham to'g'ri aytdingiz. Bu bo'yicha psixologik bilimlar ham olganman. O'zgarish uchun, energiyaga to'yinish uchun, o'zgacha ayol bo'lish maqsadida psixologik dan ko'ra bu Oriflamedagi faoliyat, Oriflamedagi hayot psixologik bilimlardan-da ustun. Nimaga? Oriflame birinchi o'rinda o'tgan katalogda ham shunaqangi zo'r aksiya qo'ydi, ishonasizmi? Xuddi quvlashmachoq o'ynagan ayolga o'xshatdim o'zimni. Qiyosladim. Bilamizki, hayotda har birimiz qandaydir bir natijaga erishib intilamiz. Yutuqqa erishsak, qanaqadir bir natijaga erishsak, o'zimizga malades deymiz. Har bitta ayolda bor bunaqa. Ichki ovoz keladi ichimizdan. Malades, sen uddalading. Zo'rsan degan ovoz keladi, to'g'rimi? Har bitta ayolda bor. Kimdir, masalan, harakatiga qarab turib, shunaqa zo'r harakat qiladiki, natijasi hozirgi kunda uni quvontiradi. Kimdir ozroq harakat qilyaptiki, hali ozgina natijaga bor. Kompaniya shunaqangi g'amxo'r, kompaniyamiz shunaqangi darajada bizni o'zimizdan-da kuchli o'ylaydigan, bizni yanada boshqa rivojlangan ayolga aylanishimizni xohlaydigan kompaniya bu. Buni men sayohatlarda, buni men mana shu berib turgan aksiyalarda, imkoniyatlarda yana takroran ko'rib, ishonch hosil qilyapman. Qarang, meni Zominga borganimizda ham qizlarga aytgan edim. Qizlar qaranglar, $3000 bizni bitta shunaqangi kuchli motivator bloger olib kelib, bizga 30 minutlik dars o'tib berdi. Shuni o'tmasa ham bo'laverardi. Kompaniya o'sha $3000 da boshqa narsaga sarflasa bo'lar edi. Yoki misol o'zlari chiroyli bir narsa uyushtirsa bo'ladi. Lekin bizni mana bu fikrimizni, ongimizni ochish uchun, bugungi Dilnoza ertaga boshqacha Dilnoza bo'lishi uchun kompaniya shunga shuncha investitsiya kiritdi, shuncha sharoit kiritdi. Kerak bo'lsa, masalan, o'zimiz kerak bo'lsa, vaqtida qaysidir bir bilimni olish uchun o'zimizdan 1 million chiqarishga qizg'onamiz. To'g'rimi? Hammamiz tan olishimiz kerak. 1 millionlik ilm olishga vaqti kelsa qizg'onamiz. Deymiz, biron narsadan o'qib o'rganganlarimiz, hali keyinroq o'rganarmiz deymiz. Lekin ishoninglar, bu kompaniya unaqa emas. Bu kompaniya bugungi sizni ertaga boshqa bo'lishingizni xohlaydi. Bugungi rivojlanayotgan Dilnozani boshqacha ertaga lider, boshqacha o'ziga ishongan, yanada ichki ovozlari, orzulariga yanada intiladigan kuchli Dilnozaga aylanishni xohlaydi. Aynan kompaniya shunaqa, Oriflame shunaqa. Bilingki, haqiqatdan ham shu berib turgan bugungi imkoniyat bormisiz? Siz shu kompaniyadamisiz? Bugun kirib kelgandirsiz balkim. Bekorga emas. Bugun siz mana shu kompaniyaga kirib kelib, shu imkoniyat men uchun deb qabul qiling. Va mana shu imkoniyatdan siz mana bu ongingizni chiroyli to'g'rilab oling. Men uchun bitta sovg'a meniki, iPhone meniki deb harakat qiling. Avvalo Allohga, keyin o'zingizga. Ishoning, bugun to'g'ri mayli, yutish imkoni sizga kamdek tuyular. Siz ishonmarsiz, lekin Allohning qudrati va berib turgan imkoniyatlari juda ham cheksiz. Aslida bizga qaysidir bir sovg'a yutuq chiqsagina xursand bo'lishimiz emas, yashashimiz, ko'rishimiz, shunaqangi chiroyli davrada ekanligimizni o'zi baxt. Shu mana shunaqa gapirib, shunaqangi imkoniyatlar bugun bizda bormi? Shuni o'zi juda katta baxt. Biling, men Oriflame'ga kirib kelganimda shunaqangi ko'p gapni takrorlardim.
samimiylar davrasi derdim Shohruxxonga. Chunki men shu yoshimgacha juda ham ko'p urilganman, juda ham ko'p zarbalar olganman. O'zimga, atrofimda yaqin, menga haqiqatdan ham chin do'st bo'ladigan, samimiy, bilganini beg'araz o'rgatadigan, beg'araz menga qo'lini uzata oladigan davrani topa olmaganman. Qayerda bo'lsa turtinganman va mana shu Oriflamega kirib kelib, shuni his qilganman, qalbim shu tomonga talpinavergan. Shuning uchun shu Oriflamdaman. Shuning uchun bu joydan chiqib keta olmayapman. Nimaga? Bu joydagi ayollarning energiyasi boshqa. Bu joydagi samimiy ayollar davrasi boshqa. Sizga haqiqatdan ham energiya bera oladi. Sizga quvvat bera oladi. Undan tashqari, Oriflamda mana bu beryapti turgan imkoniyatlari sizdagi energiyani ustiga yanada plyus energiya bera oladi. Sizni yanada o'zgarib, yanada hayotga bo'lgan qiziquvchanligingizni, hayotga bo'lgan qarashingizni o'zgartirib bera oladi. Shuning uchun Oriflamdamisiz, tabriklayman. Astoydil yanada harakat qiling va imkoniyatlar siz uchun ekanligini tushunib yeting va bugun bir harakat qilyapti turgan bo'lsangiz, bugundan boshlab 2x ga ko'paytiring. Siz harakat qilib intiling, Alloh berguvchi. Hammani Alloh yaratgan, hammani muhabbat bilan, go'zal mehr bilan yaratgan. Hammamizni shunaqa muhabbat bilan, o'zgacha bir mehr bilan yaratgan. Har bitta inson dunyoda bitta haqiqatdan ham necha milliard odam bo'lsa ham bir donamiz. Demak, har birimizni Alloh yaratgan. Har birimizga o'zimizga yarasha baxtni ham, o'zimizga yarasha quvonchni ham, omad, kerak bo'lsa yutuqlarni tayyorlab qo'ygan. Unga yetishish uchun biz faqat pozitiv, quvnoq va kayfiyatlarimiz chog' bo'lishi kerak. Ana o'shanda bizga keladigan baxt tezlashadi. Biz negativga tushsak, yutamanmi yo'qmi, pul sarflaymanmi yo'qmi deb orqaga tisarilganimiz sari bizga keladigan baxt kechikadi. Shuni unutmaylik. Judayam chiroyli gapirdi Dilnoza. Haqiqatdan ham bizni qanchalik pozitiv bo'lsak, qanchalik shukronalikda bo'lsak, har kuni ertalab turib Allohga rahmat desak, yaqinlarimizni xursand qilsak, chunki bizning kayfiyatimiz atrofimizdagilarga juda ham ta'sir qiladi. Kun davomida ham xuddi shunaqa kayfiyatda yuramiz va kechki paytda ham uxlashdan oldin bizni hamma mana shu bugungi kun uchun, mana shu bugungi har bitta bo'lgan momentlar uchun Allohga rahmat desak, shukrona keltirsakkina, ertangi kunimiz yana ham ko'proq shukronalikka boy bo'lib keladi. Shuning uchun qizlarjonlar, bugun bizani eshitayotgan har bitta inson, liderlar, sizlar har doim birinchi o'rinda chiroyli niyat qilinglar, ishoninglar, Allohga ishoninglar, o'zlaringizga ishoninglar, sizlarga berilayotgan ne'matlarga, kelayotgan rizq nasibaga ishoninglar. Ana o'shanda ham ishlaringiz yaxshi bo'ladi. Chunki biz nimani qilsak, niyatni chiroyli qilib qilsak, yaxshi niyat bilan boshlasak, albatta Allohim sizlarga qo'sha-qo'sha o'sha pog'onalarni yuboradi, qo'sha-qo'sha komandani liderlarini yuboradi. Dilnozxon, juda chiroyli bugungi darsni o'tdingiz. Bittagina savolcha qolib ketibdi, shu savolga javob bering. Shu bilan biz bugungi efirimizni tugatamiz. Boyagi savol bergan edilar. Men kalsiy wellness pekimni oluvdim va magniy 5S ni qachon ichaman, kalsiyni qachon ichaman degan edilar, lekin bu yoqda boshqa savol beribdilar. 12 yosh, kalsiy 12 yosh, 13 yosh bolalarim 13 yosh bolalarim bor. Shularga kalsiy ichirsam bo'ladimi? Kalsiy olib, revmatizmi bor debdilar. Xo'p, men ko'proq tavsiya qilgan bo'lardim. Revmatizmi bor. Bu o'z navbatida bu ham bitta virus degani, qonda tarkibida virus degani. Buni birinchi o'rinda bolajonga tavsiya qilgan bo'lardim. Kalsiydan ham birinchi o'rinda mana bu chernik ekstrakti, astaxantinda va omega 3 da. Birinchi o'rinda qonni to'laqonli yuvishni, qonni tarkibidagi antitela, antitoksinlarni, ya'ni immunitetni rag'batlantirishni tavsiya qilgan bo'lardim va undan keyin mana shu kalsiyni yoniga qo'shishlarini tavsiya qilardim. Nima uchun? Qarang, biz faqatgina oyog'im og'riyapti, bo'ldi, kalsiy ichamiz desak, biz tanamizni eshitmagan bo'lamiz. Og'riq aslida tanani do'sti. Organizm og'riyaptimi qayeridir? Demak, o'sha joyda muammo bor. U muammo bugun, kecha paydo bo'lib qolmaydi. Yillar davomida noto'g'ri hayot tarziga, noto'g'ri ovqatlanishga, noto'g'ri va hokazoga amal qilmagandan kelib chiqadi.
Demak, oyoqlar og'riyapti, revmatizmi bormi? Bu bolada shamollash bor. Bu bolada virusli kasallik bor. Qandaydir bir yallig'lanishlarda asorati natijasida kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi o'rinda men tavsiya qilaman, yana qaytarib o'taman, bolani immunitetini ko'tarish uchun vitamin bering, chernik ekstrakti, astaksantin, omegani bering bolaga. 12 yosh bo'lsa, o'z navbatida bolalar uchun mo'ljallangan multivitamini bor. Albatta bundan bering va qo'shimchasiga omega bering. 12 yosh bo'ladigan bo'lsa, omegani bir kunda bitta bersangiz yetadi. Kattalar uchun bir kunda 2 ta ichish tavsiya qilinadi. Xo'p, undan tashqari mana bu chernik ekstrakti, astaksantinni ham bitta bersangiz, bu o'zi tanani qayta immunitetini sog'lom bo'lib, kuchaytirib, baquvvat bo'lishiga yordam beradi. Va undan keyin 12 yosh bo'lsa, demak, unda suyak bilan bog'liq bo'lgan kasallik rivojlanishni boshlagani uchun suyaklarda kalsiy, fosfor tuzlari va D3 rag'batlantirish uchun uni tarkibidagi mana shu Moskoy kalsiyni, ya'ni Velosofit seriyasiga tegishli bo'lgan mana shu kalsiyni 12 yosh bo'lsa ham bir kunda bittadan berishni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu to'laqonli yuqorida aytgan vitaminlarim bilan birgalikda kompleks ta'sir ko'rsatadi va bolani suyagi bilan bog'liq bo'lgan umuman organizmidagi barcha yechimlarini bartaraf qilib berishga yordam beradi. Ishoning, tanaga biz olib borib turib Oygul opa, Ha, yo'qolib qoluvdi, keldi lekin. Gapiring. demak, og'ridi, darrov yugurib borib antibiotik qildiradigan bo'lsa, hali o'suvchi yoshda, chunki u 12 yoshda, masalan, hozir yosh bolalar, 3-4 yoshli bolalar gripp bo'lsa yoki bo'lsam shamollasa, yo'talsa, darrov olib boradida, doktor yozib beradi, kuchli antibiotiklarni yozib beradi, haligi bolani qiynab antibiotikni oladi. Men shu narsani o'qidim, antibiotiklarni tartibsiz, palapartish, ketma-ket olish natijasida tanada, organizmda rak hujayralari rivojlanishi mumkin ekan, qizlar. Rak hujayralari. Rak hujayrasi odatda hamma odamda bo'ladi. Hamma odamda. Faqat u uxlagan holatda bo'ladi. U qachonki siz unga sharoit yaratib bersangiz, uyg'onib ketadi. Qachon sharoit yaratib berasiz? Mana shu noto'g'ri palapartish olingan, ichilgan dorilar, olingan antibiotiklar, kapelnitsalar va hokazolar natijasida bu uyg'onib ketadi. Mana shu rak hujayralari. Demak, tanamizni biz har qanaqangi muammosida oddiy, sodda yo'l bilan davolashga o'zimiz birinchi o'rinda amal qilishimiz kerak. Aytmoqchi bo'lganim, sizni hozirgi kunda revmatizm bo'ldimi? Demak, siz yaxshigina be'tibor bo'lgansiz shu kungacha. Ana endi buni yechimini darrov osongina antibiotikka taqamangda. Hozir aytganimdek, vitaminlarni bering. 1 oy bersangiz tuzalib qoladi degani emas. Davomli bering va bolani kuzating. Sog'lom, to'g'ri, chiroyli ovqatlanishiga ahamiyatli bo'ling va undan tashqari mana shu aytganim vitaminlar, chernik ekstrakti, astaksantin, omega hamda kalsiyni ovqat ratsioniga kiriting. Davomiy ichish natijasida mana shu foydali mahsulotlar odam organizmida har qanaqangi muammoni bartaraf qilib bera oladi. Va o'ylaymanki, tez orada tanadagi revmatizmdan ham butunlay xalos bo'lish mumkin. Chunki bu bo'yicha natija bo'lgan ayollarda, ona 3-4 ta bolasi bor ayolda ham butunlay revmatizmdan xalos bo'lgan, wellness pack bo'yicha. Endi 12 yosh ekan bu bolamiz. Shuning uchun buni emas, bu jindak ko'proq dozada ishlangan, yoshi kattalar 17 yoshdan tavsiya qilinganicha aytyapman. Bitta omega, bitta bolalar uchun mo'ljallangan vitamin, bitta chernik ekstrakti, astaksantin, bitta kalsiy yetadi. Mana shuni davomli ichishi Xudo xolasa chiroyli natijaga va sog'lom bo'lishiga yordam beradi.
bilganimcha. Albatta, rahmat Dilnozxon, juda chiroyli javob berdingiz. Ilohim bilimlaringiz ziyoda bo'lsin. Komandangizga o'zingizga o'xshagan, pozitiv, shunaqa energiyaga to'la bo'lgan ayollar ilohim yog'ilib kelsin. Tez orada sizni yangi pog'onalar bilan tabriklashim nasib qilsin. O'zi har doim aytaman, dars o'tinglar, dars o'tgan paytlaringiz qancha ko'p insonga bilim bersangizlar, o'shancha ko'p sizlarga 10 barobar, 100 barobar bo'lib qaytadi deyman. Ilohim sizga ham xuddi shunaqa bo'lsin. Bugun qancha inson sizdan energiya oldi. Albatta bugun darsga qatnashgan har bir hamkordan bugungi dars haqida fikrlaringizni so'ragan bo'lardim. Sizga nima yoqdi, qaysi mavzu yoqdi, qaysi joyini siz bilmassiz, o'rgandingiz, shu haqida o'z fikrlaringizni qoldirasiz degan umiddaman. Rahmat Dilnozxon, katalogni juda chiroyli qilib yopib oling siz ham. Mana shu aksiyalardan maksimalni foydalaning va komandangizga juda ko'plab liderlar kelsin inshaalloh. Rahmat. Hammalaringga kattakon rahmat. Bugungi darsni tashkil qilgan Oygul opa sizga ham va mana shu darsda hurmat qilib eshitib, men bilan birgalikda bo'lganliklaring uchun kattakon rahmat. Hammalaringga manfaatli bo'lsin. Alloh mana shu o'tkazgan vaqtimizni chiroyli o'zini ajri savoblari bilan suyuntirsin. Faoliyatimizda, mana shu Oriflame kompaniyasidagi rivojlanishimizda Allohim o'zi chiroyli natijalar bilan suyuntirsin har birimizni. Bir-birimizga mehrli, oqibatli, muhabbatli qilsin deyman. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar. Chiroyli kunlarda, chiroyli natijalar bilan bir-birimizni qutlash nasib bo'lsin. Sog' bo'linglar. Xayrli kech hammalaringga. Sog' bo'linglar. Hammaga omad tilayman. Mana shu aksiyadan hammalaringiz maksimalni foydalaninglar va gruppalarga yozib boringlar. Har kuni nechta rekord qilganlaringizni, nechta hamkorni taklif qildingizlar, necha baldan zakaz urdi, hammasini yozib boringlar. O'shanda mana shu energiyalaringiz hammaga yetib boradi va komandalarga yana ko'plab rekordlar keladi. Rahmat Dilnozxon, sog' bo'ling, salomat bo'ling siz ham.